Assalamualaikum hanım kızlar, bir ötmekçi boğan dersimiz merhabalıktan korum salonun dersi güç komilici şorpsi. Bunun ketadigan materiallar kalı göşi. Hemen bugün çıqıraq tayyorlıq qildim. Özüңlar ehtiyacыңlar qarab qılsanlar bo'ldi. 1 kilo çıqıraq go'shtni qildim. Maşindan go'sht to'g'rash mashinasida o'tkazib olamiz. Bir bo'lsa 2 qatim o'tkazsak bo'ldi. Undan boshqa buningga bir tomoq qo'shiqqa yetib qo'pa, tuzi yarim qo'shiqdan chiqaraq. Bu jiq emas, shunga kraxmalni chiqaraq salaman. 2 tomoq qo'shiq kraxmal uni bir bal qo'shiq qarmush xeyxujavfun. 2 bal qo'shiq zira. Ondan başqa 2 dal tuxum. Muşlarni selib obdan aralashtirib, kichikroq qilib go'sht komlet yasaymiz. Cho'ng kichigini mushinchilik qilsak bo'ldi, bu bek mana mushinchilik cho'nglikda. Shu bilak qaqchilik demdi, ashinchilik. Endi buni qozonga may qo'yib, mayda dog'lab ilib olamiz. Susroq o'tda ichigarak o'tkazib qizar. Mana mushinchilik holat kelgan chaqda endi suzib olsak bo'ldi jumi. Mana. Xanım qizlar, ma go'sht ko'milichi sho'rpisiga ozroq qo'y go'sht tayyorlaymiz. Men mushtabda qaynatib qo'yib, boshqa solgan sekuktatlarni tayyorlayapman hozir. Bu nimiga bir aralashma tayyorlaymiz. Bu go'sht ko'milichi sho'rpisiga. Mening bir yarim bal qo'shiq kavavichin talqini, xojavfin, anikin bir bal qo'shiq oqmush. Anadaki mal pemdur qiyamiye bir tomoq qo'shiq, anan keyindan tetem suyan janyodan 2 tomoq qo'shiqi, ochiq suv, 4 tomoq qo'shiq. Muşta aralashtirib qo'yib qo'yamiz. Sekuktatlardan mogu, qarqirin quloqi, mor, inchik pintoza, palak, anikin samsaq, zencevil, ushaq, yeşil so'ng piyoz tayyorlaymiz, shanson. Endi başta bu sho'rpimiz, go'shtimiz asosan pishdi. Tuz silishni unutmanglar qizlar sho'rpaga. Va go'sht ko'milichimizni solamiz. Bunun bilan tang, sekuktatlardan mor bilan mogun solamiz. Bu mush mogu pishgan kichkinam qaynisi bo'ldi, azroq. Endi buningga to'g'rab olgan ushaq, so'ng piyoz, samsaq, zencevilni solamiz. Uning keyindan aralashmamizni. Muşlu selip bir 2-3 qaynatiblam, bek uzun qaynatmaymiz. Tuzunu tetib, anandagin palak bilan pintozni seliblam iste'mol qilsak bo'ladi. Mana sho'rpisi intayin suzuk, chiroyli go'sht ko'milichi sho'rpimiz tayyor bo'ldi.